Assalomu alaykum hammaga. Deda mahallasida yashovchi Mahmudov Ulug'bek aka xonadoniga keldim. Mahmudov Ulug'bek aka mikrokredit bankdan 10 million so'm oilaviy tadbirkorlik bo'yicha 10 million so'm kredit olgan va qarindoshi Yo'qash Faxriddin mikrokredit bankdan 10 million so'm olgan. Mana xonadonda sholg'om turiblar ekilgan. Xonadonda yana issiqxonalar ham bor. Issiqxonalarda mana sholg'om turuplari issiqxonada ismaloqlar, ko'katlar ekilgan. Bu yerda mevali daraxtlar, anjir, anor, boshqa turdagi daraxtlar. Mana parrandalari. Mana bu joyda tovuqlar. Mana chorva mollari. Hozirda bu xonadonning yillik daromadi 60-70 million so'mni tashkil qiladi.